Xudoyim omad ber har bir yigitga, otini olsang ham omadan olma. Yayrasa yarashar yigit zotiga, quvonch quvib yursin duodan tolma. Tog'ni talqon qilsin elni korida, sochlari oqarmay qomatini olma. Muhabbat merosdir odam atodan, momo havolarim qayg'uga solma. Xudoyim ko'zini to'q qil yigitni, bir navs kuyida yuz kuyga solma. Olguvchi o'zingsan, berguvchi o'zing, jonini olsang ham yonidagi jononini olma deymiz. Keliklarımizga chin dildan yana baxt tilaymiz. Endi bugun bularni baxtini ko'rib hammadan ham xursand bo'lib turgan insonlar onajonlarimizni endi chaqiramiz. Avvalo bugungi to'y sohibasi birinchi ahamni onamiz Kesriyonimizga, Ro'zgul onamiz mashtamoga o'tasiz. Hamda Xudo xolamiz Fatima opamni ham davraga chaqiramiz. Kelinimizni bugundan Ro'zgul opa kelasi yil 5 to'ylarda hammani mana shunday kutib oling. Bugungidek sog' salomat bo'laylik. Hammamiz mana shunday xatolarimizni kamaymasdan yaxshi kuningizga sherik bo'laylik. Fatima opamni kutib olaylik. Kesinlar Yahyobek nevaramizni ham Xudo umrini ziyoda qilsin. Katta yigit bo'lsin, bir kun kelib shu akasiga o'xshab yaxshi go'shankalarga kuyov bo'lsin deymiz, duo qilib qo'yamiz. Endi marhamat qilib Xudo tarafdan xolalarimiz, bor-bir ammalarimiz sherik bo'lishlariga alohida niyat bilan tayyorlanishgan. Ularni ham orzularini ushalishida oz bo'lsa-da ko'makdosh bo'layotganimizdan mamnunmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar.